Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunli xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunli xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Amerika Davlat Mudofaa ministri Pete Hegseth mushabda Panamaga qaratgan 3 kunlik rasmiy ziyorati jarayonida Xitoyning Panama kanalini kontrol qilishini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligi va Amerikaning o'zining Janubiy Amerikadagi ta'sirini kuchaytirganligini e'lon qildi. Davlat Mudofaa ministri Hegseth Panama prezidenti Jose Raul Molino bilan birlikda o'tkazgan yangi portning ochilish marosimida Amerikaning Xitoy yoki har qanday bir davlatning Panama kanalining mashg'ulotlariga tahdid qilishiga yo'l qo'ymaydiganligini bildirgan. Amerika bilan Panama bu maqsadda yaqinqi bir qancha haftadan buyon o'tgan 10 necha yil qaraganda bizning davlat mudofaa va bexatarlik hamkorligimizni kuchaytirish uchun ko'p xizmatlarni ishladi degan. Hegseth so'zida yana Xitoy shirkatining bu kanalga munosabatlik ulaslarni davomli kontrol qilayotganligini nazarda tutib, bu Xitoyning Panamaning hamma yerida nazorat harakatlarini elib berish mumkinchiligini yaratib berdi. Mana bu Panama bilan Amerikaning taxmi bexatar, boy va egilik huquqiga ega bo'lmasligini keltirib chiqaradi degan. Amerika prezidenti Donald Trump ayni vaqtda Amerika prezidenti Jimmy Carterning Amerikaning qo'lidagi kanalni Panamaga berib o'tganligi va bu kanalning hozir Xitoyning kontrolida ekanligini qattiq ayblab kelgan edi. Trump Panama hukumati ikki davlat orasidagi kelishimga xiloflik qilib, Amerika harbiy paraxotlarining yuqori to'lam ilib o'tkazilganligi sababidan bu kanalni qayta Amerikaning qo'liga ilib olish kerakligini ko'p qatim o'ttirib qo'ygan edi. Amerika Davlat Mudofaa ministrligining o'zining to'g'rida bu to'g'risida bergan xabariga qaraganda, Amerika Davlat Mudofaa ministri Hegseth bu qatimqi safarida yana Panama bilan birlikda Panama kanalining bexatarligiga kapolatlik qilib, Xitoyning yomon ta'siriga qarshi turadigan kuchaygan sheriklik hamkorlik kelishimi tuzgan ekan. Hegseth so'zida Xitoy kommunistlarining besimiga tan beradigan zaman oxirlashdi. Xitoyning bu qit'adagi strategik yerlar va xalqliq ulaslarlar ustida kengayotgan dushmanlarcha kontrol qilishiga qarab turmaymiz degan. U oxirida Panama kanali bo'lsa bir asosli asliha. Uning bexatarligiga cho'qim Panama bilan Amerika ega bo'lishi, hargizmo Xitoy bo'lmasligi kerak degan. Xitoyning Panamadagi elchixonasi Amerika Davlat Mudofaa ministri Hegsethning bu ziyoratidan rohatsiz bo'lib, o'zining X hisobida Amerika o'zining manfaatini ilgari surish uchun Panamani majburlamoqda deb bildirgan. Xitoy elchixonasi yana Panamaning kim bilan savdo qilishi Panamaning davlat egiligidagi qarori bo'lib, Amerikaning uningga aralish huquqi yo'q degan. Angliya davlatlik tor bexatarlik markazi 8 aprel e'lon qilgan dokladida Xitoyning ichki tor detallarning josuslik qilib, qochilg'uchilarning telefonlaridagi uchurlarni yoshirin chiqqanligini, shundaqla vatan ichi sirtidagi Uyg'urlar hamda Uyg'ur tashkilotlarini nishon qilganligini oshkorlagan. Pash qilingan ichki detalning ismlari Monshine va Bad Bazar bo'lib, dokladda aytilishicha, bularni yasagan Xitoy shirkati yana bir qancha app detallarni yasagan va Uyg'ur, Tibet ham Tayvanliklarni asosga nishon qilgan. Masalan, mazkur shirkat Ovozli Qur'on nomli bir appni butunlay Uyg'ur tilida loyihlagan. Shundaqla Telegram va WhatsApp qatorliq munbarlarda Uyg'ur to'plarga tarqatgan. Ularni telefonga qochilgandan keyin bu applarning josuslik iqtidorlari, telefon ishlatgichining barliq mashg'ulotlari, xatlari, paranglari, rasmlari va o'rni qatorliq uchurlarni yig'ishga boshlaydi ekan. Hatto telefonning mikrofon va kameralaridan foydalanib, naq maydondan ovoz va videolarni oldi ekan. Shundaqla jiqqan bu uchurlarni maxsus bir tor amberda saqlaydi ekan. Angliya tor bexatarlik markazi torda mashg'ulot qilganda ishlatayotgan detallarga qattiq diqqat qilishni, gumonli uchur va hujjatlarni doklad qilishni hamda ijtimoiy tor supalarda ham baharlagan shaxsiy uchurlar ustida alohida ehtiyotchan bo'lishni eskartgan. Angliya tor bexatarlik markazining direktori Paul, biz muhojiratdagi jamoatlarni jimiqtirish, ularni tizginlash va qo'rqitish uchun paydo qilingan tor tahdid hujumlarining bargan sir ko'payib ketayotganligini bayqavyapmiz. Bu ikki josus detalning ishlatilganini hargiz qabul qilishga bo'lmaydi degan. Mazkur dokladni tayyorlashga Angliyadan boshqa yana Avstraliya, Kanada, Germaniya, Yangi Zelandiya va Amerikalardagi tor bexatarlik markazlari va Amerika Federatsiya tekshirish idorasi aktiv hamkorlashgan. Amerika hukumatining Xitoy qo'ygan tamojna beji bugundan tortib rasmiy kuchga ega bo'lib, Oqsaroy amaldorining bildirishicha, bu bojning umumiy soni 145% ga yetgan. Bu son Amerika prezidenti Trump chorshanba kuni Xitoy qarshi e'lon qilgan 125% dan yana 20% yuqori ekan. Amerika NBC televiziyasining payshanba kuni bergan xabarda aytilishicha, Oqsaroydagi bir yuqori darajalik amaldor mazkur televiziyaning muxbiriga
Amerika hökumətinin Xitay qoyğan tamojna bajlarının umumi sanining əməliyyatda 145% ekanligini bildirgan. Aqsaray əməldarının tushundirishicha, bu umumi son Amerika prezidenti Trumpning çarşamba kuni e'lon qilgan 125% bejidan sirt, ya'ni ilgari zaharlik chekimlik fentanilga munosabatli qo'ygan 20% bajni qo'shganda jami 145% bo'ladi ekan. Xitoy hukumati Amerika prezidenti Trump çarşamba Xitoyga 125% tamojna beji qo'ygandan keyin payshanba kuni Amerikaga qarshi yangi tamojna beji qo'ydiganligini e'lon qilmadi. Ammo Xitoy hukumati Amerikaga birlikda qarshi turish maqsadida atrofidagi davlatlar bilan ayrim ko'rishib, ularning bu masalada birlik sap qurishini talab qilgan. Amerika Birlashma Agentligining bu to'g'risida bergan xabarda aytilishicha, Xitoy hukumati bir qancha kundan beri boshqa davlatlar bilan Amerikaga qarshi birlik sap qurishga uringan bo'lsa-mu, ammo cho'ng muvaffaqiyatga erisholmagan. Xabarda bildirilishicha, nurg'un davlatlar Xitoy bilan birlik sap qurib, Amerikaga qarshi turishni xohlamagan. Angliya BBC televiziyasining xabariga qaraganda, Avstraliya hukumati Xitoyning ikki davlat birlikda Amerikaning tamojna bejiga qarshi harakat elib berish taklifini rad qilgan ekan. Xabarda aytilishicha, Xitoyning Avstraliyadagi bosh elchisi Shao Chen Amerikaning zo'migarligi va bo'zaq qilishiga ikki davlatning o'rtaq qarshi turishi birdan-bir yo'l deb o'ttirib qo'ygan. Ammo Avstraliya bosh ministri Anthony Albanese buningga javoban, biz o'z oldimizga ish elib boramiz degan bo'lsa, Avstraliya davlat mudofaa ministri bu masalada Xitoy bilan qo'l tutishib birga mangmaydiganligini aytgan. Avstraliya davlat mudofaa ministri Richard Marles bu Avstraliyaning davlat manfaatini qo'g'dash masalasi, Xitoy bilan o'rtaq maydonda turish masalasi emas deb bildirgan. Amerika prezidenti Trump o'tgan hafta Avstraliyaga 10% tamojna beji qo'ygandan keyin Avstraliya buningdan ancha xush bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo Amerikaga qarshi tamojna beji qo'ymay, bu masalani Aqsaray bilan suhbat qilish orqali hal qilish yo'lini tanlagan edi. Birlashma agentligining xabarida aytilishicha, Avstraliyadan boshqa yana Hindistonmo Xitoy bilan bu masala ustida hamkorlashishni rad qilgan. Xitoy hukumati Sharqi Janubiy Osiyo davlatlar birligi bilan aloqalashib, ular bilan Amerikaga qarshi birlik sap qurishga tirishgan bo'lsa-mu, ulardan aniq sado chiqmagan. Şoňa Xitoy hukumati bütün kuchi bilan Yevropa birligi bilan bu masalada hamkorlashishga urinmoqda ekan. Yaponiya va Tayvan qatorliq davlatlar bo'lsa, bu masalani Amerika bilan suhbat qilish orqali hal qilish yo'lini tanlagan. Xitoy hukumati hozirgacha Amerika bilan tamojna beji masalasini suhbat bilan hal qilish yo'lini tanlamagan bo'lib, uning keyingi qadamlarining nima ekanligi hozirgacha aniq emas ekan. Ammo Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Lin Jian payshanba kuni Xitoy hukumati Xitoy xalqining qonunli huquqlari va manfaatlarining mahrum bo'lishi, shundaqla xalqarалық savdo qoidalari va ko'p taraflama savdo sistemasining buzg'unchilik uchrashiga qarab turmaydi degan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xeyr xo'sh.